Akalar akalar mana Sankt Peterburgdan Petrdan yuklar keldi. Bugunchisi 5-may 5-oy 2025-yil. Mana bugun jigalamiz yuklar keldi. Yuklarni tushiryapti yigitlar. Qayerda jugo keldi degan akalarimizni ko'ramiz. Sankt Peterburgda jugo keldi. Jigalamiz mana Frunzaga keldi. Bemalol yukni qabul qilib olishlaringiz mumkin. Shartuz qabidandan kuzatgan akalarimiz. Sankt Peterburgdan va Petrdan yuk jo'natgan bo'lsa, yuklaringiz yetib keldi. Bemalol qabul qilib olishlaringiz mumkin. Bugunchisi 5-may 5-oy 2025-yil akalar. Mana bugun men abet vaqti kelib Kamaz'ni chiqaryapman akalar. Yukni tushirib olyapti bolalar, yigitlar. Bemalol yuklaringizni olib ketishlaringizga Shartuzdan qabidandan kuzattirgan akalarimiz, sher yigitlar kuzattirgan bo'lsa. Juk qayerga kelgan akalarimizga Sankt Peterburgdan Darnoxay Qabidyon, Dexay Frunza mahallasiga mana Nozim akamizning Kamaz'i keldi. Jigalarimiz kimki Moskva, Podmoskvadan juk jo'natmoqchi bo'lsa, O'ral akamiz sizlarning xizmatlaringizda. O'ral akamizni ham Kamaz'i 5-6 kundan asli xudo xohlagansa yo'lga chiqadi. O'zlaringiz bilasizlar, Noxay Qabidyon Kommunizm mahallasidan O'ral akamizni ham reklama qilaman. Juk olib ketadi deb. Mana shu Tojikiston bo'ylab akalar. Hay bemalol kimki Moskva, Podmoskvadan juk jo'natmoqchi bo'lsa, bemalol mana shu O'ral akamizga murojaat qilasizlar. Kimki Sankt Peterburgdan, Petrdan juk jo'natmoqchi bo'lsa, mana shu Nozim akamizning Kamaz'i yetib keldi. Mana shu Kamazga murojaat qilasiz. Nasib bo'lsa, xudo xohlagan bo'lsa, Nozim akamizning Kamaz'i 10 kundan keyin yo'lga chiqadi, ikkinchi Kamaz'i. So'rashni kimninki yugi bo'lsa, faqat isbetingizda 10 kundan keyin ikkinchi Kamaz yo'lga chiqadi. Sankt Peterburgdan kuzatgan aka-ukalarimiz, sher yigitlar kuzatgan bo'lsa, tushirib olyapti. Yarmini tushirib bo'lyapti. Albatta videoni kuzatib boringizlar. Jigalarimiz mana shu yerdan sher yigitlar kuzatgan bo'lsa, bittadan like deb bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab, like baribsizlar unutmangizlar. Unda biz ko'p videomizni boshladik. Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan YouTube kuzatuvchilari, YouTube tomoshabinlari, kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar har doimgidek Qizilobod TV kanalimizni tomosha qilmoqdasizlar. Qizilobod TV bugun sen qayerdasan degan podpischikalarimizga mana bugun men jigalarimiz juk jo'natgan akalarimizni, mana juklarini jigalarimiz qabul qilishini video qilyapman. Sankt Peterburgdan kimki, Sankt Peterburg va Petrdan kimki juk jo'natgan bo'lsa akalar, mana juklaringizni bemalol qabul qilib olishlaringiz mumkin. Kimki Sankt Peterburgdan jo'natgan bo'lsa akalar. Bugunchisi 5-oy 2025-yil akalar. Mana bugun men Darnoxay Qabidyon, Dexay jigalarimiz Frunza mahallasiga keldim. Akalar, juklaringiz keldi. Kod nechiga davr degan akalarimizga 440 dan 660 ga davr kelgan juklar akalar bu yerda kodlar. Hozir mana Muzaffar akamizdan yana bir bor gap olamiz. Kimki Sankt Peterburgdan juk jo'natmoqchi, Srochniy jugi bo'lsa, yana ikkinchi Kamazimiz akalar 10 kundan keyin yo'lga chiqadi. Albatta isbetingizda kimninki Srochniy jugi bo'lsa, 10 kundan keyin yo'lga chiqadi ikkinchi Kamaz. Mana birinchi Kamaz keldi, ikkinchi Kamaz 10 kundan keyin yo'lga chiqadi. Kimki Sankt Peterburgdan juk jo'natmoqchi bo'lsa, Lubey oblastdan Petrdan telefon qilib bizga akalar. Sog' salomat yuklaringizni sindirmay ehtiyot qilib olib keladi akalar. 4 yildan beri akalar shu Kamazimni reklama qilaman. Mana shu kunga birorta inson telefon qilgan yo'q menga. Mana shu narsani sindirib tikan yashinishni problema bo'lib tikan degan gap bo'lgan yo'q. Akalar qanaydir navbatdagi sinib qolgan taqdirda ham albatta jigalarimiz kelishadi. Endi to'g'rilab beradi shu narsani. Nima deymiz? Videomiz kuzatib borishda davom etingizlar. Mana jukni yarmini tushirib bo'lyapti. Sher yigitlar akalar. Hay bemalol kelib juklaringizni olib ketishlaringiz mumkin. Kimninki uyida kuzatgan akalarimiz kimki Sankt Peterburgdan juk jo'natgan bo'lsa, bemalol qabul qilib olishlaringiz mumkin. Isbet qilingizlar, yana 10 kundan keyin akalar, Kamaz yo'lga chiqadi. Juklarimizga bemalol jo'natib beringizlar. Ekranda ko'rib turgan telefon nomer, Nozim akamizning telefon nomeri. Nozim aka sizga salom. Hay nima deymiz? Allohim ishlaringizni barakasini bersin, kasblaringizga Allohim baraka bersin. Videomizni kuzatib boringizlar, qanday Kamaz oldiga boramiz. Like parpsasdan unutmangizlar. Shu videomizni jigalarimiz juk jo'natgan akalarimizga yetib borsin videomiz. Assalomu alaykum Muzaffar aka. Yaxshimisiz aka, zo'rmisiz? Salomatligingiz yaxshimi? Ishlaringiz yaxshimi? Shukr, Xudoga shukr. Rahmat aka, Xudoga shukr. Kepqon. Rahmat, keldik. Akalar, Dushanbadan tortib mana shu Shartuzga qadar polni yukni tarqatadi akalar. Qarshida kuzatib turibdi, sher yigitlar. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Ahli ukamizni podpischilari. Avvalambor podpiskani nima like esdan chiqarmangizlar. Mana mashinamiz bu qayta sal uzilib keldi. Bir oydan o'tib keldi. Endi hamma tushunadi, hamma hozir molni sotib, bankdan pul olib, shu yerda qiynalib ketyapti, u yoqda dokument qilyapti. Hozir vaziyat juda qiyin.
Shunday. Buni Xudo xolasa bundan buyon inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi degan umiddamiz. Hammamizga ham. Yaxshi ketadi. Hammamizga ham, bizga ham, qolgan mana Rossiyaga borganlarga ham Xudo xolasa sabr qilsa yaxshi bo'lib ketadi. Nozim aka bilan gaplashdim, ukangiz bo'ladi. Ukam bo'ladi. Nozim aka bilan Nozim aka aytdi 10 kundan keyin ikkinchi Kamaz ham chiqadi. Inshaalloh. Bu ikkinchi Kamazim shu skalat oldida turibdi. Bir prolyotdan oshgan deydi. Buni chiqqaniga 5 kun bo'ldi. Necha pul bo'lyapti yukda Sankt-Peterburgdan shu Endi agar olib bersa skalat oldiga 80 rubldan, agar borib olib kelsak 90 rubl yoki bo'lmasa 1000 so'm shaharda ishlarga yo'l puli beradi. Ko'proq agar uzoqroq joy bo'lsa, yana boshqa rayonlar bor, Kirishi deydi, Kareliya deydi, Murmansklardan borib ekan, uni kelishamiz uni. Yo'q. Ularni kelishib olib kelaveramiz. Tojikistonning qaysi viloyatlariga tushirasizlar yukni? Asosan bizni jugimiz kelib tushadigan joyimiz Qabadan rayoni, Beshkent rayoniga beramiz. Jilikul rayoniga, Qo'rg'on, Kalxizobod, Uyali, to Dushanbagacha, даже Istiroshanni ham jugini olganmiz. Mana kelib ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Istiroshanga ham Lenobodga o'tganimizda ham Lenobodga ham talab o'tib ketamiz. Istiroshanga ham. Mana Istiroshan'da endi Lenobod. Mana Istiroshan'da mana holatini o'zimizni klientlar va pastani berib beribdi. Mana inshaalloh mana necha yildan beri shu ish bilan shug'ullanamiz. 3 ta aligimiz bor. Gazelimiz. Shu yerda hammasi xizmatda. Bitta mayda, bir mayda mashinamiz bor. 4 ta mashin bilan dastavkani inshaalloh. Ha endi nima deydi? Bir xil telefon ko'tarmadik deydi, u bir kishiga qiyin bo'ladi. Shunday, bir kishiga qiyin. Bir kishiga qiyin. Telefon ko'tarmaydi. Mana endi ba'zi odamlar aytadi, juda qiyin telefon ko'tarmaydi. Unday ishda endi bu hafta xizmatda bo'lgandan keyin bu yoqqa boradi, u yoqqa boradi. Ayniqsa buni mashinada juklayotgan payt juda qiyin bo'ladi. Masalan, juklab yotadi, balandda bo'ladi. Balandda bo'ladi, aytaki nimaga telefonni ko'tarmading deydi. U balandda juklab yotgan bo'ladi. Pastda shogirdlar javob bera olmaydi. Shuning uchun vaqt topganda javob beradi, mashina juklayotgan payt. Siral mashinalar bormi sotilayotgan go'shtni? So'raydi-da, siral mashinadan jo'natsa arzonlashadi deydi. Bitta aligimiz bor, haligi Shveniya mashina. Hozircha. Bir xolodilnik bor edi, uni sotdi bu. Katta veterinar xolodilnik dedi, magazinda turadi. Keyin ba'zi payt bunday xolodilniklar 5-6 ta kelib qoladi. Ularni ham klientlarimiz o'zi zakaz bergan bo'ladi, olib ketadi. Ba'zilar olmay qolsa, shularni sotamiz. Nima deyman, Aliqul ukamizni patishlar, laykni esdan chiqarmangizlar. Har doim Aliqul ukamizni qo'llab turingizlar. Rahmat sizga, Muzaffar aka, rahmat. Shuncha ma'lumot berib turibsiz xalqqa. Hay mana akalar, Kamaz egalari, akalar, ishonchli. Mana masalan 3 yil bo'layapti, 4 yil bo'layapti, hay uyga kelib syomka qilib chiqarib berib ketyapman. Biranta mana telefon qayoqmagan bo'lsa, bir necha bo'lsa, bir necha bo'ldi degan odamda. Hay jonga 1.5 bir narsasi sinsa ham navbatga endi o'zingiz kelishasiz, to'g'rimi? Albatta. Birantani xafa qilganimiz yo'q. Shu paytgacha. Shunday. Hay bu narsa ispisonli bo'lmaydi, navbatga sinsa ham taqdirda. Endi bu narsanicha qisilishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. O'tish kerakda, stiklonni bo'lsa, aka stiklonni ustiga betiga tilib qo'yadi. Hay nima deyman, jigarlar, mana bugun biz Noxay Qabidan, Dexay Frunzada, yana ki Ishonobod tomondagilarga sher jigitlar. Mana bugun Kamaz kelgan ekan. Hay mana yuklaringizni bemalol qabul qilib ketishingiz mumkin. To'lka shu shartingizga ham shu yerdan o'tadi, Shart Qabidan kelib olib ketishi mumkin. Shu bugun. Ertadan kelaversin, bemalol. Bugunchisi 5-ta bugun ha? 5-may, 5-oy 2025-yil. Chislari ham qarang chiroyli tushganda 5-chislar 5-oy 2025. Mana shu yil mana boshlaganimizda ravna 8 yil bo'ldi. 8 yil bo'ldi. 8 yildan beri toshiymiz. Bilamiz ha. Hay nima deymiz, jigarlar, mana Kamaz kelgan, mana yonboshini ham ochgan. Mana ko'ringizlar, kichiklardan olasiz. Mana sher jigitlar mana juftda tushiryapti. Hay nima deymiz? Jigarlar, mana nimaiki bo'lsa, bemalol telefon qilingizlar, yuklaringizni sog' salomat olib keladi. Hay qayerda bo'lsangiz jigarlar, omon bo'lingizlar, sog' bo'lingizlar. Keyingi videoklarimizda sog' salomat ko'rishguncha hammalaringizga rahmat. Bizni uchun.